Sodiq, mendan xafa bo'lma. Mana boshqa bezovta qilma. Menga qog'ozga o'ramasdan gapiravering. Doktor, onam tuzalib ketadilarmi? Uka, onani kasalliklari juda ham og'ir. Uni davolash uchun juda katta pul kerak. Shunda ham tuzalib ketishlariga kafolat yo'q. O'rtoq, xavotir olma. Onaxon yaxshi bo'lib ketadilar. O'rtoq, bilasan, onamga mazalari yo'q. Doktor ham gapini eshiting. Davolashga katta pul kerak. Eshitdim. Shu ish qilishga majburman. Billet. O'rtoq, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Men ham sen bilan birgaman. Kerak bo'lsa oxirigacha. O'rtog'im, menga nimadir bo'lib qolsa, oilam, singlim senga omonat. Xavotirlanma. Men sen bilan birgaman. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Senga ishonaman. Boringga shukr. Sendan boshqa turib beradigani yo'q. O'y, seni tashab keta olmayman. Tushunyapsanmi? Tur o'rtoq. Menga qara. Oilam senga omonat. Bor. Toshkent 2008-yil. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Mamalarni sizlarga berib yuborishuvdi. Tinchlikmi? Kimdan bu? Akangiz o'rtoqlari berib yuboruvdi. Mamani ham olib qo'ying. Kam kursiylik ishlatasizlar. Men yana xabar olib turaman sizlardan. Onaxonga salom ayting. To'xtang buni.